Hammaga salom do'stlar. Bugun biz sizlar bilan qishloq topishni o'rganamiz. Birinchisi 455 deymiz. 455. Mana chiqdi. 455 deganda chiqdi. Keyin bu yerda temirchining uyi ham bor ekan. Mana. Hozir sizlarga ichini ko'rsataman. Mana. Keyin endi 999 deymiz. 1 2 3. Mana 999 deganida kichkinaroq uylar chiqdi. Mana. Temirchining uyi ham bor ekan. Endi esa do'stlar 3 ta X deymiz, yumshoq X. Mana chiqdi yumshoq X, 3 ta yumshoq X. Bu yerda 2 ta qishloq bor, 2 ta temirchining uyi. Keyin do'stlar bu yerga mi deymiz, chiqadi. Mana temirchining uyi o'qir ekan. Do'stlar yana bittasi qoldi, shuni aytib o'taman va qo'rqinchli qishloq deymiz. Qo'rqinchli qishloq. Qo'rqinchli. Mana temirchining uyi albatta bor. Mana 4 ta 8 ta temir, bitta kepka va 4 ta olma. Do'stlar, shu bilan videomiz tamom. Hammaga xayr.